Al-udhiyatu wajibatun. Qurbonlik vojibdir degandilar. Shuning sharhida amalan la i'tiqodan. Ya'ni vojib degani amaliy jihatdan vojibdir. E'tiqodiy jihatdan vojib emas. Biqadrin mumkinatin, imkon qadari doirasida bo'ladi. Osonlik doirasida emas. Bu Abu Hanifa, Muhammad, Zufar, Hasan ibn Ziyod rahimahumullohlarning so'zi. Xuddi mana shu so'z Imom Abu Yusufning ikki so'zidan biri ham hisoblanadi. Lekin Imom Shofiy, Imom Ahmad ibn Hanbal va xuddi shundoq fatvolarning birida Abu Yusuf, Imom Tahoviyning zikriga ko'ra Imom Muhammad ham sunnati muakkada deyishgan ekan. Lekin sunnati muakkada deyilgan bu so'z Shofiy mazhabiga, Hanbali mazhabiga ko'radir. Hanafiy mazhabining ulamolariga ko'ra vojib hisoblanadi. Mana shunga fatvo berilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qurbonlik qilmagan bizning idgohimizga, namoz o'qiydigan joyimizga yaqinlashmasin deganlar. Bu va'id hisoblanadi, tahdid hisoblanadi. Vojib bo'lgan hukmdagina bu qaytariq bor. Yaqinlashmasin degan bo'ladi. Degan so'z bor. Sunnat hukmida bo'lsa, hattoki u sunnati muakkada darajasida bo'lsa ham bundoq so'z Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sobit bo'lmaydi. Sobit bo'lmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'ra, sunnatga ko'ra qurbonlik qilish vojib hisoblanadi. Ala kulli hurrin muslimin. Har bir hur musulmon kishiga vojib deyildi. Demak, hur bo'lish shart hisoblanadi. Qulga vojib emas. Nega? Chunki li'annal abda la yamliku shay'an. Chunki qulni hech qanaqangi mulki yo'q. Va unda bor bo'lgan narsa egasiniki hisoblanadi. Demak, bu yerda mulkiyat, boylik topilmagani uchun hukm ham topilmaydi, vojib hisoblanmaydi. Muslimin, musulmon bo'lsin deyildi. Chunki bu amal ibodat hisoblanadi. Li'annaha ibadatun. Bu amal, qurbonlik so'yish ibodat hisoblanadi. Wal kafiru laysa min ahliha. Kofir bo'lsa ibodat ahli hisoblanmaydi. Ibodat ahliga kirmaydi. Shunga ko'ra musulmongina qurbonlik qilsa qurbonligi o'tadi. Musulmon bo'lmagan kishining qurbonligi qurbonlik hisobiga kirmaydi. Unda musulmon bo'lmagan kishiga farz nima? Vojib nima? Birinchi o'rinda islomni qabul qilishi. Shu anda, hozirda uning zimmasidagi birinchi va yagona shart, yagona farz islomni qabul qilishdir. Islomni qabul qilgandan keyin ibodatga ahli hisoblanadi va u ibodatga ahli hisoblangani uchun namoz, ro'za, zakot, haj va shular jumlasidan qurbonlik ham unga vojib bo'ladi. Unga taklif, ya'ni u mukallaf bo'ladi. Qurbonligim tolibi ilm uchun. Siz bir dona qurbon hissangizni ehson qilasiz. Biz esa uni qanchadan qancha toliba ilmlarga yetkazamiz. Talabalar, qorilar, yosh olimlar doimo haqqingizda duodadirlar. Siz yuborasiz, ular esa jimgina duo qiladilar. Ya Robbim, ushbu ehson egasini mag'firat aylagin, jannating bilan mukofotlagin, farzandlarini qori qilgin.